Yaxshimisiz do'stlar? Men sizlarning 100 tuban qijilgan do'stinglar yondaman. Yetib kelayotgan xalqaro bolalar bayrami munosabati bilan bugun sizlarga muhabbat yo'lida baliq qo'ygan bolaning hikoyasini so'zlab bermoqchiman. Oranglarda og'izdan texi o'g'iz tutimib turadigan 3 vaqt tamoqi baba yeb turib muhabbatning azobiga baldir cho'kib ketib qolgan bir qism shangam bolalar cho'qim bor. Shuni bugun sizlarga radiya bo'lish uchun bundaq shangam bo'lib o'zini tashib etishning oqibatining qanday bo'lganligini bir ko'rsatib qo'yay. Hikoyamiz mana bu Hindistondagi oz uchraydigan Oqsumak oilasidan boshlandi. Bu jamoatning oila boshlig'i Narayan apandim bo'lib, o'zining ko'p farzandlik bo'lish uchun osbo'shligi keng bir xotinni elib, uningdan Divadas degan bolani topdi. Hamda uni kichik chig'idilla Angliyaga o'qishga avat etdi. Angliyada o'yanning qopig'ini yerib etgan Divadas mana bugun o'z yurtiga qaytib kelib, mahallasidagi yaxshiroq bir qizni elib odam bo'lib ketmoqchi bo'ladi. Bu xo'sh xabardan xabar topgan Divadasning onasi Kashaliya xoshalligini ichiga patira olmay, nay-nay usulga uchib ketdi. Bu chaqda bu xo'sh xabardan tang bahramon bo'lib, o'zining qizi Paru bilan Divadasning kichik vaqtida o'ynagan Didi shanglarni esiga elib, ko'ziga issiq yosh oladi. Hamda bu xo'sh xabarni Paruga yetkazish uchun uyga qaytib ketdi. Bu chaqda Pakmaya ishtqu zavodining ikkinchi qo'li butun Hindiston qitiqlarini ichitadigan uyning cho'ng kelini ichdi va "Yey bu xotin sizdanmi o'ta shisha xaxa bo'lib ketdi ya? Maqsad cho'qim bu ganjing bu xotinni" deb mazkur filmdagi tunji siqim ichitquni dal joyiga chichish orqali Pinapsi Kashaliyaning pok qalbiga bo'judim birni sap qo'ydi. Bechora Paru uzun yilda yog'i jinchiroqdan birini yiqib, o'zining zavliyan qilgan duyshansini to'rt ko'z bilan kutib o'tadi. Bu xabarni anglab xushalligida she'r bayon qilishga boshlab ketdi. 10 yil sizni saqladim, yo haq bilan qochmadim. Xotirjam bo'l Divadas, texi dukkan ochmadim. Bir to'p nadin kelganligini bilgani bo'lmaydigan seriq banyang tonlar kayni-kaynidan kelib, bu qizning o'tini o'chirmoqchi bo'ladi. Lekin unda ulg'uyib kuyayotgan so'ygi o'tini bu ishkittal so'ymalar o'siribmi o'chira olmaydi. Paru xushalligida do'stlari bilan sap-sap tizilib, xuddi piramidadagi tam rasmlardek usulga tushib ketdi. Ey muhabbatning kuchi, ey seg'inishning kuchi. Yiroqdagi so'ygan odami texi yeniga kelmay turib, Parul yo'l bo'lib tayyor bo'lgan edi. Yatsi Divadas o'z yurtiga qaytib keladi. Lekin uning bu kinodagi tunji qilgan xatoligi 10 yil yoqi o'zini taqazolik bilan kutgan onasini ko'rgani kelmay, Udbul Parulning yeniga kirib ketgan edi. Bu ish onasining ko'ngliga qattiq ig'ir keladi. Shuning bilan uyning cho'ng kelini eshidi va fursatni ching tutib ikkinchi siqim eshitqoni naq yeriga chachidi. Viyey qarang, siz Divadasdan cho'q xapib ketmang. Kichik emasmi? Qiz-chu yomon qiz avo. Tegi pas emasmi? Divadasning o'zining qiziga kelayotganligini anglagan Paru ushqandek o'zining o'jirsiga qaytib kelib, har qancha oldirsaqmi ko'n urf-odatlarni unutib qolsaq bo'lmaydi deb oq kirliklarni silib tayyor turibdi. Bu chaqda ishik ichilib biz taqazolik bilan kutgan bosh personaj Divadas kirdi. Oy, kimki debdi men texi. Sharlxon kango. Sharlxon deseni qizlar o'lib berdi emasmi? Shunga bu qizning qilganlariga hayron qolmasaqmi bo'lar ekan. 10 yildan yoqi bir-birini ko'rmagan bu oshiq mashhuqlar ta'tur qarshi paranglashib ko'rurmanlarni taqazo qilganga tushib, hech qanday ish yuz bermagandan keyin Divadas o'zining cho'ng kelib qolgan kostyumini kiyib onasi bilan ko'rishgani keladi. Onasi bo'lsa, "Voy bo'pti-ku, balliq qiladi-ku" deb onalik mehr bilan quchoq ochdi. "Ana, dadam yo'q-ku. Men manganda dadam tayoq bilan ustib qo'ygan. Kelganda ajab tayoq bilan oldimga chiqmabdi-ku. Viyey, bizning yurtchi bolasi jiroqdan kelsa, dadasi degan o'mlab bosim oldiga chiqdi. Ey, bedam g'it qilsana, bo'lamdi, kelin qiz." Gap qilayotgan bu momay bularning jamoatidagi birdan-bir kallasi joyida bo'lgan xotin. Ya'ni Divadasning momisi bo'lib, Divadasga to'dimi amroq edi. Yana bir tarafda bo'lsa, Divadasga bu momaydimi o'ta amroq bo'lgan Paru qanday qilganda mening ko'nglimni tushunadi degan temada onasi bilan fikrlashyapti. Yerim kecha bo'lganda Hindiston erlarining xotin tep olsimi ko'z qirni salmaydigan isil fazilatiga qattiq ishongan Paru mahallasidagi shipalning o'ttirsiga o'rin silib, dukkanning ichilish murosimiga Divadasning kelib lent kesib berishini taqazzolik bilan kutib yotadi. Dukkanning ichilish murosimiga quruq qul kelgandan xijil o'g'an Divadas qaqash bo'lsimi ap turing deb surkaydigan yer topolmagan qaqashni Paruning qalbiga surkab qo'yib asta ketib qoladi. Qilayotgan qilig'ini. Jin aychingda vido'g'iga. Paru bo'lsa, og'zidagi bu noma'lum jismning purqidan cho'chib uyg'onib, bu tunish qaqashdan Divadasning kelganligini birla qarab bilib qoladi. Atsi Paru bu odamgarchilikni qaytarish uchun bir javur bo'laxmontini ko'tarib Divadasni yo'qlab keladi. Okay, yana mush vaqtda, yana iliq ichi divariga yangimiz 3-siqim eshitqoni dal yeriga chachidi. Viyey, qarang qiz bolani, Divadasning yo'qligini kelganini qarang. Ko'rdingizmi opa? Sizga salom qilmay kirib ketdi. Tova. Divadas Hindistonning an'anaviy muhabbat izhor qilish uslubi orqali
yaqinlashib bir-birining yedini purab, bizni anglab qolmasin deb pichirlab gaqilish orqali o'zining muhabbatini izhor qildi. Bir tarafda bo'lsa, Faruning opsi xiyolda qizini qo'shnisiga yotliq qiladigan bo'ldim deb xo'shal bo'lsa, yana bir tarafda Divadasning ota-onasi o'g'limga bu tegipas oilaning qizini ilib bermayman deb maslahatlashayotdi. Divadasning dadasi nihoyatda qattiq qo'l bir oqso'ngak bo'lib, o'zining deganini rostlaydi. Ular o'zining bu orzuli o'g'liga usulchining qizini ilib berishni nomus ish deb biladi va qat'iy qarshi turadi. Bir kuni momsi o'zining yig'ib qo'ygan butun oltin jabduqlarini cho'ng kelinning oldiga qo'yib, damiltidiganni damiltib bo'lib sizga bermayman deb turib oladi. Oy, momay, unda kapsizlik qilmangmi? Siz bilmasligingiz mumkin. Xotin yomon eshitqo, ishni chataq qiladi-jimi? Darvaqa bu ishdan keyin ichi Divadasga texmi uch bo'lib ketadi. Divadas momsining bergan oltin bilezugini ilib, uddul Farulga ilib boradi. Bu jarayonni ko'rib qolgan Divadasning opsi Kashaliya cho'ng kelinning gapiga kirib, Farulni o'g'lining beshini aylantirib ketishining oldini olish uchun Malisidagi to'y qilib ajrashgan biraylarni Farulga tanishtirib qo'ymoqchi bo'ladi va Farulning opsi Sumitrani voy uyiga kelin Farulning to'y ishlarini maslahatlashimiz deb uyiga taklif qiladi. Bu ishdan xo'shal bo'lib og'izlari qalchorab ketgan Sumitraning inchiq tillaridan tortib ochiq kuchaylarigacha hamma narsa ko'rinib qoladi. Ziyofatga kelgan Sumitra Kashaliyaning taklifi bilan mehmonlarga bir payda usul o'ynab bermoqchi bo'ladi. Bechora ona o'z qizining baxtini deb o'zining or nomusini bir chetga qo'yib turib, yenik desa usulga tushib ketdi. Bu ishni qilishning maqsadi yana shu orzuli qizi Farulni qoida yo'sin bilan bir uyga akirib qo'ymoqchi edi. Lekin yana bir tarafda bo'lsa, sal oldirab qolgan Farul bilan Divadas ko'ta unda qoida yo'sinini deb apoq-chapoq bo'lib bir-birini yavatgani tasliq qiladi. Yavoylashgan Divadas shu zaman 7 boshliq yolmavuzga o'zgarib, Farulning putiga miq yiqib, xuddi Maxtum Siloning putidan qon sho'ragandek sho'rashga boshlaydi. Divadas qarmoqqa muloyim boladek ko'ringani bilan o'ylamoqdiman. Amaliyotda harakat qo'pol bo'lgan dungzosi jiq bo'lgan, mo'l tajribalik istidodli yoshgan emasmi? Usul o'ynab yuqur pallaga yetganda Sumitra qo'lidagi manglay suruqni Kashaliyani qudam deb bilib peshonasiga surmoqchi bo'ladi. Oy, xinem, nima ko'rib qoldingiz? Hay, bu ham ko'rmas. O'zingizni kim chaqlab qoldingiz? Qizingiz har qancha go'zal bo'lib osmonga chiqib ketgan bo'lsa-mo, sizlar yanala tuvan tabiqadan kelib chiqqan bir usulchi. Acha, o'zimning ajsigo, nimanchalar qilib ketsa, usulchi bo'lib, ya besining jo'zanga chiqib o'ynabdimanmi? Ikki bolning baxti-ku, ek obro'y qo'g'lishib ketishning o'rni yo'qdi. Bu qismni kamolat ig'iz boshliqi qilch ikkilanmasdan kaskin qo'llagan. Uyay, qinapa bo'ldi xopomanga. Bu adimizmi-chu? Qasdan unda qilmagandu balkim. Tabiiyda shundaqmikin? Aymina bu bir nimaning o'zicha bizdek yuqur tabiiy qiz yotliq qilamiz deb ketibdi. O'tib bering amanga. Sizga nima qo'ydi gaqilishni? Hey, shum cho'nglarga qilganda og'zingizni jumsangiz bo'lmamdi. Yo Divadasga ip berdigan ochingiz bormi? Sumitra, bo'ldi bas. Men qizimni sizlardan mo'bay, sizlardan martabasi yuqori oilaga berib, ko'zinglardan o't chiqarib o'taman. Hey, oyoqda turgan yo'g'on qo'saq daltichiray. Men burun sizni o'g'il tug'sgan deb umid qilatdim. Endi sizni qiz farzandlik bo'lib, shuning dardini tortishingizda qog'ayman. Bu ishlardan xabar topgan Faru qattiq azoblanib ketadi. Hamda Divadasni izlab keladi. Mask taqdingizmi? Taqdim. O'tinga. Divadas bilan Faru qanday qilish to'g'riliq beshib qattiq ketyotdi. Faru bo'lsa, meni apqiching, shiraq-shiraqlarga ketayli deydi. Divadas bo'lsa, unda qaramlik qilsaq bo'lmaydi. Ikki oilaning munosabatiga ta'sir etadi. So'q qalliq bilan ish qilayli deydi. Men uydagi cho'nglarning gapiga kirgizay, siz qaytib turing deb Faruni yo'lga sap qo'yay deb turishiga, shik oldiga Divadasning dadasi Narayan apandim paydo bo'lib qoladi. Tejashlik bilan boy bo'laman deb uydagi pardani badaniga otib olgan bu apandim qarmoqqa intoyim pokizdek turg'ini bilan umrda chin jutqilab boqmagan, og'zi purab ketgan bir odam edi. Kunduzi ololmagan narsangizni kechsa olay deb kirganmitingiz? Yerim kechida bir yigitning uyiga kirib, texib pak muhabbatdan ig'iz ichib otamsiz, uyinglardagi chiroqni qizil rangga o'zgartirib etsanlar bo'lmamdi. Oho, chidimadim, to'rt moyak o'g'dug'dek qilgan odam ekan bu. Og'zingiz sesib ketdi. Maklanga kamolatdan tish bas bilan og'zingizni bir cho'tkalab qo'yay. Sizga ovoz beraman deb mening tish mulklarim bo'shab og'zim sesib ketdi. Boshingga kamolatning ig'iz boshliq chayqaydigan suyuqligidan birini. Baying xoli. Очень хорошо. Bu gaplar ichiga o'tib ketgan Faru nomusga chidamay ketib qoladi. Divadas bo'lsa, dadasiga e'tiroz bildirish orqali bir issiq qachatga erishdi va o'zining yuzini silab turib, xuddi bir dadasining mijozini bilmaydigandek davlilashga boshlaydi. Ko'p qism dadalarga o'xshash o'zining xatoli bo'lib qolsa bo'ldi bas, javoldima deydigan an'anaga varislik qilgan Narayan apandim, ovozim ching bo'lsa mening rost deb o'ylab qolgan bu dada bolasiga o'zining xizmatchilariga gap qilgandek vaqirab gap qilyotdi. Kichigidan tortib dadasidan qachat yeb, quloq partisi ig'ir zaxmi yeb
ketgan bu yog'och quloq Faruning menimi ilib-ilanga deginiga qaramay uyini tashlab chiqib ketadi va ko'ngildagi gaplarini bir poch xatga jig'inchoqlab Faruga sunadi. Xatlarda mundaq deb yozilgan edi. O'chali ayrılıpmı ketayli bir dadam unumaydi hoşna bulup ötayli na 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 merica siz manga goya aça bu muhabbet bek hata o'chali Bu gaplarni anglagan Faru nihoyat umidsizlandi. Bu jarayonda Faruning onasi uningga to'limi puli bor ham kuchi bor bir loyiqni tanishtirgan edi. Devadas bo'lsa shu tushkunlikda og'insining uyiga berib qo'nib oladi va bu sangnada lunga o'g'irlab beshinimi quritishga ulgurmay chiqqan og'insi Chunimadi bilan dardlarini deyishib ichib ishqiy bo'lib ketadi. Uning bu holini ko'rgan og'insi uningga nasihat qilib, "Apray seni qiqas bir yaga" deb qo'yib, maslikdan pastlik chiqarib, "Hech nima qilmaymiz, birli ko'rib ko'zning pishtini o'ltirib qaytib kelamiz" deb uni ozdirishga boshlaydi. Devadas bo'lsa, "Hova degina adash, Ashtayagimi boramdi" deb qo'yib, og'insini boldir berib olib va bu yerda chochlariga fojioni o'lgidek chechib, chochlari qitib, aynakni cheqivatgidek bo'lib ketgan Chandurmoki bilan tanishib qoladi. Ko'zingizga sirmi bilan chandırıp yurmang bu shaygoning oldida. Sizga surish hojatsiz. Faqat chiroyingizga chiqmabdi. Men azaldan o'zimni chandırmay yurvatıman. Asallıqcha chiroyimga chiqmaydi. Şoňa meni haqlar Chandurmoki deb ataydi. Lekin siz bugun ko'nglimga chiqib oldingizda. Gapga ustajima Chandurmoki. Ya adash men yenkaganda mangama mushtaka qilmoqchi. Yansima qiz bolama, g'azab yansima. Chandurmoki oila sababidan kichigidan ishratxonaga setib etilgan bechora qiz bo'lib, uzun yillardan yoqi har xil bo'lmag'ur odamlar bilan uchrashish jarayonida bu qiz muhabbatdan umidini uzgan edi. Biroq Devadas bu qizning qalbidagi o'tni qayta yondirib etdi. Vay Devadas, sen hamma qizlarning o'tini yondirib yuramsa, Goluxonda ishlasang bo'lmamdi. Ya bo'lmasa mishada qilib qilib chilim tangshab bermamsa. Chandurmoki o'zining larzon usullari bilan Devadasga intoyin yaqinchilik qildi. Ko'rdiganni ko'rib bo'lgan Devadas mengishdan burun Chandurmokini qishqirib, uning oliy janoblarcha tarbiya qilib, ikkinchi bundaq yerga dastmayman deb ketib qoladi. Isel Devadas, xuddi men makinoning oxirini ko'rmagandeklik aqibatdan sen. Devadas to'yga tayyorlab qilayotgan Faruning qishig'iga kirib, o'zining xato qilganligini aytib, bu ishlarning hammasini ota-onasining obro'yi uchun amalsizlikdan Faru bilan ayrilib ketishga majbur bo'lganligini aytadi. Faru bo'lsa, sizning ota-onangiz bor, mening yo'qmi-ki? Sizlarning obro'yinglar va bizning yo'qmi-ki? Sizlar odam, biz odam emasmikanmiz deydi. Kechiring, men soddilik qildim. Kechiring degan bilan ish bitamda. Samimiy kechirim so'raganda qilmaysiz-ku. Mening tushuntirishimni angla. O buting. Hey, nimanda qilsiz Faru? Ova, menga vaqirab atamsiz, meni urayda atamsiz, uranga. Devadasning o'z oldiga xatoligini to'nib kelganligini ko'rgan Faru, "Moshundaq vaqtda eshib olmasam, qandaq vaqtda eshib olatdim" deb to'xtab qolmay vatildashga boshlaydi. Londonda o'qib kelgan bu isilzodi bola hayojonini bosolmay, "Homini kechirim so'ragandan keyin uritib kechirim so'raychi" deb uliga chiqqan Marjon bilan Faruning beshini yerib yutdi. Hamda asta yeniga kelib apo so'rashga boshlaydi. "Deybichi, qasdan qilmaganman. Yey, apla, men Marjon o'zlib ketdi. Bu nima qasdan qilmaganman?" Bu bir tayoq tekkandan keyin Faru o'zining asli Devadasni yaxshi ko'rdiganligini his qilib, "Bo'pti, siz bilan to'y qilolmasammi, to'yimga qo'ldash bo'lib bering" deb Banyangtonning orasidan bir o'rin berdi. Mana to'y boshlandi. Faru qo'liga ikki yo'parmoqni elib, beshiga oqirib ketgan nijozatni taqib olgan yo'ldishining o'pcho'risida peqira verib, erining poqini qatirib qo'ydi. "Shuncha ballah, to'ydan burun poqonglarni pokiz tozalab etinglar. Bo'lmasa beshinglardan mangu ketmaydi." Bechora Devadas to'y qilib ketgan Farudan umidini uzib, hammani yangidan boshlaydi deb turishiga Faru mabidan bu ikkisining muhabbatiga vakillik qiladigan chiroqni chiqarib, "Mendan undaq oson qutlanmaysiz" deganda qilib, bechora Devadasni yana zizodochin qilib, ko'ngildagi o'chay degan o'tni qayta ulg'aytib dedi. Devadas bo'lsa, bu ko'ngliga tutashgan o'tni qo'ydigan joy topolmay uyga opirib qo'yib dedi. Uy, Kashaliya, mavi eg'iz garmonni yaxshi chaldimmi? Ha, sizmi ayni vaqtda men bilan qizimni mushta chog'an. Endi navbat o'g'lingizga keldi. Etsi qizdirib chilloq bo'lib, Faru uydagi cho'nglarning oldiga salom keldi. Mana qizim, o'zingiz ayda qiz balakansiz mana. Sizga bir foliva qizim, mana men ko'rayotgan ballar yo'ldishingizning burungi xotinning ballari. Endi siz tug'may deb mashin sayrim o'zgarib ketammi deb ansirab o'tdamaysiz-da balam. Birdanda 3 balning anasi bo'lib qolasiz. Ballarning cho'mi to'y qilib bo'ldi. Yana bir necha oygacha navirlikmi bo'lib qolasiz balam. Do'stlaringizning ko'zidan o't chiqarib o'tsiz-da balam. Bu gaplar Faruga bek eg'ir keldi. Kash bo'lganda Faruning yo'ldishi Faruga ko'ngildagi gaplarni qiladi. Gapni qisqaliqlay. Men burun xotinimni yaxshi ko'raman. Shunga ataq xotin uydagi o'tin bo'lib bering. Sizni vurmayman, tillamayman, ham urmayman. O'zingiz tushunsiz, ha? Qarsam xeli o'qimishli qizda qilib tursiz. Zavod aslida Trevering ansirmay. Bu kechida
Faro'nun o'jirsi intayin jimjit bo'lgani bilan Chandurmukining jibojansi qaynab ketgan edi. Bu o'lib ketgan xotinimni unutolmayman degan bu odamning azaldan ranglik so'ringa barmay xalq orasidan rangsiz deb nom olgan munavvar kuyovli bo'lsa, Chandurmukining jibojansida ranglik narsalarni ko'rish uchun sholivu qilyotdi. Chandurmuki, anglasam bugun bir dahshat ashin fikiringiz bor deydi-ku. Ko'nglimdagidek bir usul o'ynab bersangiz, men bang yeringiz o'piraman. Livu deganni to'shaq otamajmi? Tayzimiz tutib qolsa xili narsalarni aytib o'tamiz. Mening jibo ichib pike qilishim sizning sovuqtingiz uchun emas, jinning lang tarqitish uchun. O'rgilay jinning langdiringizdan. Kunda ekran qarab bilingizni to'lg'ab, yuz ko'zlaringizga bir narsalarni sizab tayini yo'q pike qilib jinning lang deb ketganni. Qapimsizlarmi? Menga livu kerak emas. Menga ko'nglimdagi odamning jibo jarimiga kirib denzang qilish kerak. Voy qaqamavgam, siz bir denzanga usul o'ynaydigan qizma. Men bilmamdim sizni. Denzanga qo'ngingizni midirtibmi qo'ymaysiz siz? O ko'nglingizdagi odamingiz Paroning jibojansida livu shvali qilib shavib ketdi. Paro bo'lsa-ku qinatamning jibojansida shanxu gonju qilib ketib bordi. Mishta bir metidel bir jango bu. Siz meni boshqalarga o'xshatmang. Men 2-4 ta livuringizga usul o'ynab yuradigan qiz bola emas. Dal bu chaqda to'satdan divodas paydo bo'lib, Livuning yamanni shvali qilib o'tib qoldi. O'ynang axinam. Povtalardan ansirmay xotirjam o'ynang. Chandurmuki usuli boshchilab o'lchib ketdi. Peki oxirlashgandan keyin divodas o'zining bangyi bo'lganga tushliq hech qanday gonjoga erishalmagandan qattiq ishga kelib ketdi. Odam, aralib tut odam gonju qilibdi. Endi quruqga qilmang, sizning jibojaringizga kirmayman. Hey, sizning bunday jibolaringizga ziyongo menga o'ynamayman endi bunday ranjam panjan degan narsalarni. Hech qaysin Paroga yetmaysa ekan. Yana bir tarafda bo'lsa, to'y qilib atsil chilimni ochiq tanglab qo'ygan Paro qiynoqchilardan dashnam yavatdi. Bu vaqtda kechichi jibo ko'rib, endi uxlab qopgan rangsiz kelib qoldi. Oqsham ko'midinglarmi? Jibo degan qiqas qaynab ketdi-juma. Men o'zim oshmidim, lekin men oshgan bo'lsam itlib ketadi. Fikam, kashkichi jiboning gapini qilmay, bulkavringiz yo'qmi? Imtihoningiz yo'qmi? Ya jibo kasbida o'qiyapsiz ya? Bu vaqtda yana bir tarafda oqshomgi dashing pikida o'g'li divodasning yomon jiq pullarni haq sholivu qilib etganligidan xabar topgan tejashlik dodisi bu ishni anglab qattiq ichiga ilib og'rib yetib qoladi. Yana bir tarafda bo'lsa, g'ih maso'g'an divodas bir ishratxonda qizbolaga qandoq odam bo'lish to'g'riliq nasihat qilyotdi. Dal bu vaqtda dodisining o'jdori uningga dodisining vafot bo'lganligi to'g'riliq shum xabarni yetkazgili keladi. Motam marosimida divodas dodisiga bo'lgan muhabbatini hamda jamiyatining o'ziga bo'lgan noroziligini ko'z yoshi bilan bayon qiladi. Uning bundoq o'zini yo'qotib qo'yganligini ko'rgan Paro ko'ngli qattiq yerim bo'ladi. Hamda uning qayta o'zini tuzitib olish uchun barliq vujudi bilan uningga nasihat qiladi. Divodas bo'lsa, men bilan ketamsiz, ketmamsiz deb gapni ochiqlik qiling. Haq tegadiganni tegib bo'lib, endi nim paytsa, quloq tuyimda bundoq vat qilmay, ko'zimga sat ko'rinmay ben ner turingay, demdiki desam, bu bichara bola mish qilib mankusini yiqitib yig'lab, burun biz qanda o'tgan to'q meni tashlab ketding-ku deb, endi men qanda yashayman deb, sen yo'q bu kun menga azob deb dardini to'kib va qarab turing, o'lsammi sizning ish oldingizga berib o'lib berman deb va'da berdi. Paro bo'lsa, "Voy, to'danga og'zingizga uring, unda gapni qilmang" demasdan, "Emis va'dingizda turing-jumi" deb divodas bilan va'dalashib